Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz oliy ma'lumotli shifokor, bir nechta tibbiy sohalar bo'yicha mutaxassis, magistr va bo'lg'usi tibbiyot fanlari nomzodi, 2022-2023 yillarda tibbiy bilim ulashuvchi eng yaxshi shifokor tanlovi g'olibi Nodirbek Ischanov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzoq tanishtirdimi? To'g'ri tanishtirdimmi asosiysi? To'g'ri. Siz o'zingizni o'zingizga kim deb tanishtirasiz? Mutaxassislik bo'yicha shifokor. Xo'p. Insoniylik tomonidan aytganda oddiy odam, oddiy inson. Oddiy odam o'zi qanday odam? Oddiy odam. O'zi aslida hammamiz oddiy odammi? Hammamiz oddiy odamlarimiz, lekin hayotda bir necha biz xohlasak ham, xohlamasak ham tabaqalarga ajratilgan aholi bor. Misol uchun boshqaruv organlaridagi insonlar yoki o'rta tabaqadagi biror bir kasbiga, yumushiga qarab aytganda aytiladigan javob mana shunday oddiy odamlar qatorida. Aytaylik, misol uchun oddiy odamlarga nisbatan mas'uliyati yuqori darajada bo'lgan insonlar ham bor. Ya'ni ularni zimmasida nafaqat o'zlarini hayoti, balki butun jamiyatni boshqaruv, jamiyatga, aholiga nisbatan bo'ladigan vaziyatlarga qayg'uruv bo'yicha zimmasiga yuklatilgan ishlariga nisbatan aytilganda yuqori tabaqadagi insonlar ham bor. Siz o'zingizga qanday chegaralar qo'yapsiz bugungi kunda? Qaysi ma'noda? Umuman inson sifatida, oxirgi paytlarda sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi borasida turli chegaralarni qo'ymoqdaman va bundan nima sabab? Yaxshi natijalarga erishmoqdaman. Sog'liq sabab, salomatlik sabab. Demak, shifokor ham bemor bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bemorlikni oldini olish maqsadida. Bu sizni majburiyatingiz ham mas'uliyatingiz? Ikkalasi ham. Shifokor odam bemor bo'lishi mumkin. Albatta. U o'zini o'zi tuzatadimi? Bemor bo'lish shifokorni o'zini qo'lida emas. Bo'lish bo'lmaslik uni qo'lida emas. Xo'p. Misol uchun tasodifiy sabablar bo'lishi mumkin yoki irsiy sabablar bo'lishi mumkin. Kutilmagan baxtsiz sabablar bo'lishi mumkin. Boyagi savolingizni davomini aytib o'tsangiz? Dardni bergan shifosini ham beradi-da o'zi. Ha, shifokorlar sababchi bo'ladi. Shifokorlarni sababchi qiladi. Shifokorlar sababchi bo'lishga harakat qiladi. O'zi dardni kim beradi? Insonni o'ziga o'zimi? Yo, yaratganning o'zimi? Bu har kimni nuqtai nazaridan kelib tushuniladigan tushuncha. Sizni nuqtai nazaringiz menga qiziq. Vrach sifatida har bir dardni tibbiy atama bilan aytganda etiologiyasi bo'ladi. Ya'ni kelib chiqish sabablari bo'ladi va bu bir nechta omil va faktorlarga bog'liq. Bittadan mana shu sabab deb tibbiyotda hech qachon qaralmaydi. Aniq sabab deb ko'rsatilmaydi. Yo'q. Bu noto'g'rimi? Bu to'g'ri. Bu to'g'ri. Chunki shifokor kasallikni davolashi uchun eng avvalo kelib chiqish sabablarini bilish kerak. Misol uchun oddiy baxtsiz hodisani ham bir necha sabablari bo'ladi. Aytaylik, avtohalokatni misol uchun aytganda shofyor tomonidan sabablari bo'ladi. Piyoda tomonidan yoki boshqa shofyor tomonidan sabablari bo'ladi. U sabablarga ham ayrim omillar va faktorlar sabab bo'ladi. Bu taqdir bo'lsa-chi? Taqdir ham bor-ku. Fanga har bir narsani isbotlab berish va shifokorlar har bir aytgan so'zini fan nuqtai nazaridan aytish kerak. Vrach sifatida aytganda, to'g'ri, taqdir yaratgan deyishimiz mumkin, lekin meditsina hozirda zamonaviy meditsina fakt, bilim, fan, dalillar, isbotlarga asosan ish ko'radi. Mana shunisi bilan oddiy odamlardan, dindan farq qiladi va shuning uchun ham ko'pincha din sog'liqni, meditsinani birinchi o'rinda qo'yadi va hurmat qiladi. Bu joylari sizlarga yoqmasligi mumkin, kesib tashlashingiz mumkin. Tushundim. Yo'q, bu ham bir qaysidir ma'noda sizni haqiqatlaringizda, bilgan haqiqatlaringiz. Nafaqat meni, meditsinani, tibbiyotning haqiqatlari. Siz bilgan haqiqatlar bugun himoyaga muhtoj. Siz bilgan haqiqatlarning himoyachisi kim yoki nima?
Fanmi? Qaysi ma'noda? Mana hozir aytayotgan, hozir bildirayotgan fikrlaringiz bu haqiqatingiz. Tibbiyotning, fanning haqiqati. Mana shu haqiqatni himoyachisi nima? Yana fanmi? Fan va fanni ichida ishlovchilari, misol uchun aytganda akademiklar, professorlar, ilm fanni o'zini xizmatchilari. Bular hamisha haqiqat talab qiladi fan tarafdan va fandan chiqmasdan ish qilishga harakat qiladi. Oddiy odamlarga nisbatan fan insonlari, olimlar, ilmiy insonlar oddiy odamlarga oddiy tilda tushuntirishi mumkin. Ularni nuqtai nazardan kelib chiqib aytib, istagidagi so'zlarni ham aytishi mumkin, lekin o'zaro o'zlarini jamiyatida oddiy so'zlarga o'rin yo'q. Har bir so'zni o'zini o'rni bor, har bir so'zni o'zini kelib chiqish sababi bor. Mana shunday qilib asoslab gapirmasangiz inobatga olinmaydi. Isbot kerak. Isbot kerak. Hattoki mana bir ilmiy ishimni yozgan paytimda chet elda akademik ustozim bitta so'zni to'g'rilash uchun 11 marotaba qayta yozishimizga to'g'ri keldi. Ustozimiz bitta so'zni ifodalashimiz uchun. Chunki aytishadi-ku, har bitta so'zning javobi bor deb. Demak, har bitta so'zning javobi bo'lgani uchun biz uni to'g'ri aytishni o'rganishimiz kerak. Ha, to'g'ri aytishni, to'g'ri yozishni hamda. Ayniqsa ilmiy ish qilganda, yozganda o'zingizni yozayotgan gaplaringizni har bir so'zini ilmiy asoslab dalillarni ko'rsatib berishingiz kerak. Ana shuning uchun ilm yo'lidagi inson har bir gapini 7 emas 8 marotaba o'ylab keyin so'zlaydi va og'ir botsa ham yoki sizga yoqmasa ham u shu aytiladigan so'zini aytadi, fanga asoslangan so'z. Siz ayta olyapsizmi? Aytilishi kerak bo'lgan gaplarni. Albatta. To'siq yo'q. Yo'q. Ha, qo'rqmaysiz hamda sizda jasorat bor. Lekin ana shu jasorat o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi-da, Nodir aka. Siz bilaman, mendan yosh jihatdan kichkinasiz, hurmat yuzasidan aka deb murojaat qilsam maylimi? Mayli, lekin hech qayerda yoshi kichkinani yoki yoshi kattani sen bu deb gapirish majburiy qilib belgilanmagan, lekin o'zaro axloq madaniyatidan kelib chiqqan holatda siz deb murojaat qilinadi. Faqatgina ayollarga ko'pincha opa yoki qanday qilib aytsa, misol uchun ona, shu kabi iboralari ko'pchiligi yoqtirmaydi ayollarni. Tushundim. Ya'ni o'zlarini qari ko'rsatib qo'yish iboralari ularga to'g'ri kelmaydi. Siz qari ko'rinishdan qo'rqasizmi? Yo'q. Yo'q-a? Men ham qo'rqmayman. Siz o'zingizga ko'pincha endi fan yuzasidan, soha yuzasidan nimanidir isbotlashga baribir har birimiz harakat qilamiz-da, istaylik, istamaylik, bu har birimizda bor. Siz o'zingiz ko'pincha nimani isbotlashga harakat qilasiz? Bu narsaga hali duch kelmaganman. O'zim shaxsiy o'zimga nimanidir isbotlashga hali vaqtim bo'lmagan. Faqat ilmiy yo'nalishdan, meditsina yo'nalishidan har bir so'zlarimni, aytilayotgan gaplarimni xohlaymanmi, xohlamaymanmi, jamiyat ichidagi tinglovchilarning ayrimlariga har ularni oldindan kelishi mumkin bo'lgan savollariga tayyor turgan holatda gapirishni o'zimga talab qilib qo'yaman. Savollarga javob berishga tayyorsiz. Oldindan u savollar uyg'onmasiga, ya'ni savol bo'lib berilmasidan oldin javob berib o'tishga harakat qilaman. Chunki meni hozirgi amaliyotda qilayotgan ishim juda ko'pchilik, millionlab aholini, odamlarni salomatligiga ta'sir qiladigan omil. Har bir so'zlarim, agar mabodo Xudo ko'rsatmasin, xato so'zlasam yoki qandaydir noto'g'ri tushuncha bersam yoki bu aytilgan so'z to'g'ri bo'lib, kimdir noto'g'ri tushunsa, buni mas'uliyati og'ir. Lekin shu o'rinda bir narsani eslatib o'taman, balki eslatishim ham shart emasdir. Internet tarmoqlarida juda ham mashhursizda va sizni eshitishyapti, ko'rishyapti, aytganlaringizga amal qilishyapti. Ular orasida men ham borman. Men
shifokorga murojaat qilaman, lekin o'sha mavzu yuzasidan, o'sha bemorlik yuzasidan kelib sizni eshitaman. Va sizni aytganlaringizni qilaman, sizniki ko'proq to'g'ri chiqadi. Buning uchun rahmat deyman. Buni sababi nimada bilasiz? Nimada sabab? Mana sababi nimada? Sababi avvalo o'zimga qo'llashni ravo ko'radigan tavsiyalarni va o'zim qo'llagan hamda ilmiy fanga asoslangan dalillar bilan tavsiyalar beraman. Hech narsani havodan yoki o'zimdan qo'shmayman. O'zimda qandaydir g'oyalar chiqishi mumkin, lekin bularga avvalo kitobdan ham ilmiy izlanishlardan dalil axtaraman. To'g'ri chiqsagina aytaman. Bu birinchi. Ikkinchidan, o'zimga ravo ko'rganni yaqinlarimga ham ravo ko'raman. Mana shularni ravo ko'rgan tavsiyalarimni butun xalqqa oshkor qilib aytaman. Mana shuning uchun ham qandaydir qo'rquv yoki to'siqdan teskanish degan tushunchalar bo'lmaydi. Savollarimiz bo'lgani uchun ham biz yo'ldamizda. Aslida bu hayotga savol bilan kelganmiz, bilasiz. Marhamat, bemalol savol bilan kelganmiz. Savollar juda ham ko'p. Siz aytayotganingizdek o'sha bemorlarning sizga beradigan savollari bor. O'zimizni o'zimizga beradigan savollarimiz bor. Hayotning savollari bor. Bugun siz qanday savolga javob beryapman deb o'ylaysiz? Xalqning salomatligi borasidagi o'zini salomatligini o'nglashi uchun eng kerakli bo'lgan ishonchli, asosli, sodda usullarini axtarayotgan savollarga javob bermoqdaman. Hayotning asosiy savoli nima deb o'ylaysiz? Kimga nisbatan? Umuman insonlarga nisbatan. Savollar ko'p. Hayotning Asosiy savoli insonga nisbatan har bir javqasidan, har bir sohasidan kelib chiqqan holda savollari bo'lishi mumkin. O'zimni soham meditsina bo'lganligi uchun hamisha shu nuqtai nazardan savollariga javob topishim yoki savollarini tushunishim mumkin. Har bir organizmimizdagi bo'ladigan o'zgarishlar bizni mana shu hayotda bosib o'tgan to'g'ri yoki noto'g'ri ishlarimizdan kelib chiqib bo'ladi va shu ishlarimizga nisbatan salomatlik borasidan hayot bizga savol berishi mumkin. Misol uchun aytganda, kimdir chekadi. Hayot unga savol beradi. Misol aytaylik, ertalab turib yo'taladi. Har bir chekuvchi shaxs borki, u uyg'onganida birinchi qiladigan ishi yo'talish, o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda. Nig'matligiga tegishli. Demak, bu hayotni organizm orqali egasiga beradigan savoli. Shu qilayotgan ishing to'g'ri. Agar his qilsa u savolni, eshitsa u savolni, eshitmagani uchun ham chekishni davom etadi-da. Hayot eshittiradi. Eshittiradi? Eshittiradi. Eshitsa nimaga yana o'sha narsani, o'sha xatoni qilyapti? Hali u xato ekanligini tushunib yetmadi. Biror kun yuragi pirpirlab qolganda, 40 yoshdan keyin. Ikkinchisi yurak tomonidan birinchi zarba berilgandan keyin boshqa tomondan ko'rinish taraflama, og'ir kasalliklar taraflama, qon bosimi taraflama asta-sekin hayot unga savollarni beraveradi. Ana undan keyin ikkinchi shaxs tomonidan ham, unga yaqin insonlar tomonidan ham hayot majburlab savol bertiradi. Bugun siz nimaga majbursiz yana? Qaysi nuqtai nazardan? Siz qaysi nuqtai nazardan istasangiz o'sha tomondan javob bering. Nimaga majbursiz? To'g'ri yashash. To'g'ri yashash? To'g'ri yashash. To'g'ri yashash qanday yashash? Chunki hech kim o'zini noto'g'ri yashayman deb o'ylamaydi-da. Noto'g'ri yashayotgan bo'lsa ham, axir men majburman-ku bu ishni qilishga. Kimnidir boqish uchun, kasal onamga qarash uchun, farzandimni katta qilish uchun men to'g'ri yo'ldaman, to'g'ri ish qilyapman deydi. Faqatgina majburiyatdan qilyapman deydi. Hech kim o'zini noto'g'ri yo'ldaman demaydi-ku, to'g'rimi? Yo aytadimi? Siz noto'g'ri yo'lda bo'lsangiz, siz noto'g'ri yo'lda ekanligingizni bildirib qo'yadigan, tushuntiradigan jamiyat bor. Ko'radi, ko'zlar bor-a? Albatta. Demak, bugun kim qayerda bo'lsa, o'sha yerga munosibmi? Siz ko'radi, eslatadi deyapsiz-ku jamiyat.
qoidani bilsa, albatta javob beriladi. Biz xohlasak, xohlamasak ham har bir jabhani o'zini qonun qoidasi bor. Hattoki organizmni ham qonun qoidasi bor. Bu yillar davomida shakllanib keladi. Misol uchun, nima uchun siz ertalab turib yuvinishingiz kerak? Nima uchun siz charchagan paytda o'tirib nafasingizni rostlab olishingiz kerak? Nafasingizni rostlab olmasangiz, yana olg'a qadam tashlay olmaysiz. Demak, nafasingizni rostlab dam olishga majbursiz. Mana shu paytda organizmingizga quloq solasiz. Agar solmasangiz, u javobini og'irroq qilib sizga beradi. Tushuna oldingizmi? Bo'ysunishimiz shart. Organizmning qonun qoidalarida bu qaysi har bir jabha sohani qonun qoidalariga bo'ysunish bu boshqa gap. Rioya qilish yaxshi. Rioya qilish. So'zni tanlab aytsak, rioya qilish. Bugun umuman olganda Nodir aka, sog' odamni o'zi yo'q-da. Tirik jon bormi? Tirik jon bormi? Uni qayerdir baribir og'riydi-da. Og'rimasa ham meditsina agar tekshiruv qilsa, sizdan buket kasallikni xohlagan odamdan topishi mumkin. Hattoki mendan ham. Nimaga biz o'zbeklar ayniqsa yiqilganimizdan keyin, hushimizni yo'qotgandan keyin shifokorga boramiz? Og'ir bo'lsa ham javobini aytaman sizga. Ayting. Birinchi o'rinda mablag', moddiy sharoit. Tibbiyot qimmatmi bizda? Tibbiyot butun dunyoda qimmat. Ayniqsa o'zbek aholisiga. Sog'liq qimmat. Yo'q. Sog'liqni asrash qimmat. Bo'ldi, tushundim. Demak, meditsina bizda ham tobora qimmatlashib bormoqda. Endi aholimiz buni tushungan holda yanada qimmatga tushmasligi uchun ertaroq qadam tashlay boshladi. Tushundi. Oldingi zamonlarda haqiqatdan siz aytganingizda, siz aytganingiz kabi yiqilib qolganida Hojiboy Tojiboy o'zini ko'rsatuvda aytgan ham, go'rs qilib yiqilib tushsa, yaxshi yuruvdi hozirgina deb aytadi deb. Mana shu negizida moddiy taraflama pul yotadi. Jib turadigan inson ham shifokor ham emassizda. Gapirasiz. Bugun yaxshi gapiryapsiz, fikrlaringiz uchun sizga rahmat, munosabatingiz uchun rahmat. O'zi ko'p gapirish, kam gapirish tushunchalari siz uchun qanday tushuncha? Qabul qiluvchi, uni eshituvchi tomonga nisbatan aytiladi bu. Sizni eshituvchi insoningiz bo'lsa, jon deb eshitaveradi, qancha ko'p gapirsangiz ham. Bugun sizga eshitish qiyinmi, gapirish qiyinmi? Ikkalasi ham oson. Aslida osonmi? Albatta. Gapingiz bo'lganda jim turgan paytingiz bo'lganmi? Tinglovchisi uni qabul qilishni xohlamasa, jim turasiz. Jim turgan yaxshi? Jim turasiz. Siz oldindan unga sizni so'zlaringiz ahamiyati yo'q ekanligini tushuna biladigan zehnga ega bo'lsangiz, gapirishni davom qilmaysiz. Lekin insonning o'zini ham sukunati bor-da, jimligi bor qalbida. U faqat o'zi yolg'iz qolgan paytda bo'ladi. O'sha jimlik sizga ko'pincha nimani eslatadi? Nima deydi? Olg'a bos deydi dalshi. Olg'a bos deydi, to'xtama deydi. To'xtama deydi. Hammasi yaxshi deydi, ketaver deydi. Bu aldov emas, a? Bu yo'q, kuch. men sizga bir iborani aytaman. Ayting. Vafo qilgan inson xorlik bilmas. Vijdoni toza inson xavotir bilmas. Ana shu birinchi boyagi savolingizga javob. Avvalo o'zingizni yoningizda, o'zingizni oldingizda vijdoningiz toza bo'lsa, qilayotgan ishlaringizdan ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Baribir nimadandir xavotirda bo'ladigan insonlar bo'ladi hayotda. Hech kimga aytmay, o'sha siz aytgan sukunatda o'ziga o'zi beradigan savollari to'la bo'ladi. Va mana shularni hech kimga ayta olmasdan xavotirga tushadi, o'ziga savollari beradi. Bu ko'pincha kasbiy nuqtai nazardan kelib chiqadi. Endi bu ko'ngil xotirjamlikni topish qiyin-da baribir. Hammada xavotir bor u baribir. Sizda yo'qmi? Sizda ham bo'ladi.
Bu xavotir nimadan kelib chiqadi? Chunki jamiyatdagi ko'p narsa bizga bog'liq bo'lmagan joylari ko'p. Taqdirga ishonadigan bo'lsangiz, ko'p xavotirga o'rin yo'q. Yaxshi yo'llarni bosib o'tgan bo'lsangiz, boyagi vijdon oldida o'zingiz aybingiz bo'lmasa, qo'rqmaysiz. Lekin vijdon azobi hammada bor. Yo'qmi sizda? Shaxsan menda yo'q. Yo'qmi? Hali balkim bu yoshgacha yetib bormagandirman. Shunaqa. Lekin shu bosib o'tgan yo'limni natijasida aytadigan bo'lsak, vijdon azobiga yo'l qo'yadigan qandaydir noto'g'ri yo'lni tanlamaganman. Noto'g'ri ishni qilmaganman. Shundan kelib chiqqan holatda aytishim mumkin. Va siz ishonch bilan aytyapsiz bu narsani? Ishonch bilan baralla xohlasangiz analizatorda tekshirib ko'rishingiz mumkin. Yo'q, mayli, bizni tekshiradigan zot bor. Ko'rib turadigan zot bor. O'zi umuman olganda bugun nimani tushunish qiyin? Yoki kimni tushunish qiyin? Ayollarni tushunib bo'larmikin? O'zini o'zi tushunmasa. Ota-bobolarimiz aytib ketgani kabi, ayollarni tushunish qiyin bo'ladi va bu to'g'ri. Ularni hayotda chiroyli yashab qolishi uchun erkaklarni oldida hurmatini hamisha saqlab turish uchun Xo'p, ichki dunyosini hech qachon fosh qilmagani ma'qul. Ayollar, ya'ni doimiy o'qilmagan kitob kabi. Sirli bo'lib qolgani yaxshi. O'qishda davom qiladigan asar kabi. Qayta o'qishga. Asarni to'xtatib qo'ysangiz, o'qib bo'lsangiz yoki oldindan uni ma'nosini bilsangiz, nima bo'lishini bilsangiz, o'qigingiz kelmay qoladi. Erkaklar ham ayollar yonida mana shunday xilqat. Ayollarni tushunish qiyin deyapsiz. Ayollar o'zini o'zi tushunmasa, erkaklar uni qayerdan tushunsin? Va bu yaxshi. Bu yaxshi. Jamiyatning Sirli xilqat. Ayollar va erkaklar munosabati borasida bu yaxshi. Bilasiz, jamiyatni tarbiyachisi asosan ayollar. Jamiyatni ayollar tarbiyalaydi, onalar tarbiyalaydi. Sizni ham onangiz tarbiyalagan. Lekin to'g'ri tarbiyalash uchun jamiyatni fikrimga qo'shilmadingiz-a? Yo'q. Bo'ldi, hozir javobingizni eshitaman. Farzandni jamiyatni tarbiyalash uchun ayol eng avvalo ham ruhan, ham jismonan sog'lom bo'lish kerak-da. To'g'ri. Bugun sog'lom ayollar bormi? Bormi? Ko'pmi? Ko'p. Ular tarbiyalay olyapti, demak. Albatta, sog'lom jamiyat ham bor, sog'lom muhit ham bor, sog'lom ota-onalar ham bor. Biz allaqachon buni mevalarini ko'rmoqdamiz. Xo'p. Xohlasangiz aytishim mumkin, sport yo'nalishi bo'yicha, xohlasangiz ilm-fan yo'nalishi bo'yicha yoki shaxmat bo'yicha juda ham ajoyib chempionlar misli ko'rinmas yutuqlarga erishmoqda. Bularni eng negizida siz aytganingiz kabi poydevor tarbiyasi ota-onasi va onasi. Hamisha ularni mana shu qo'llab-quvvatlagan inson. Bugungi kuningiz uchun onangizni o'rni juda ham katta. Albatta. Hattoki bugungi ko'rsatuvga kelishingizni ham qaysidir ma'noda onangiz so'raganlar. To'g'risini ayting faqat. Ya'ni mabodo mana shu ko'rsatuvdagi jurnalist o'g'lim sizni chaqirib qolsa, yo'q demay boring. Shu kungacha juda ham ko'plab takliflar bo'lgan. Ularga ozgina vaqt topa olmaganman. Ya'ni xalq oldidagi mas'uliyatimni his qilgan holda. Onajon, rahmat sizga. Onajon dedim onajoningizni. Biz juda ham o'g'lingizni suhbatini kutgandik. Haqiqatan ham juda ham kam intervyu beradilar. Deyarli bermaganlar. Faqat shou ko'rsatuvlarda chiqqansiz. Ko'pchilik ko'rsatuvlarda. Jamoa bo'lib chiqqansiz, guruh bo'lib chiqqansizlar. Onajon, sizga rahmat. Boringizga shukr. Biz haqiqatan ham bizni istagimizni sezgan ekansiz, bizni istagimizni his qilgan ekansiz. Biz o'g'lingizni uzoq kutdik. Hayot va xayol yo'llarida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun nima deb o'ylaysiz? Gapirishi kerak bo'lgan odamlar nimani gapiryapti-yu, gapirishi kerak bo'lmagan odamlar nimani gapiryapti? Eng asosiy, balkim tushunarsiz, balkim tushunmassiz, gapirishi kerak bo'lgan odamlar hozirda ko'pchiligi jim bo'lib qoldi. Ana shu jimlikning asosiy sababi nima? Qo'rquvmi? Yo'q. Nima? Jilovlab bo'lmas
muhit, ijtimoiy jamiyat va yoshlar. Foydasi yo'q deb tushungani uchunmi? Oldin 1-2 marotaba qarshi bo'lib ko'rdi, yana aytdi, kuchi yetmadi va buni davom qilish befoyda ekanligini tushunib yetdi. Misol uchun aytganda, hozir trenddagi ko'rsatuvchilar, yoshlar yoki trend qilib olayotgan TV ko'rsatuvlar ko'proq xulq-atvoriga qarab emas, ularni tarmoqlardagi videolarni ko'rilayotgan soniga qarab chaqirmoqda. To'g'ri. Buni negizida moddiy manfaat yotadi. Oldinlari hozir ham juda ko'p ziyolilarimiz bor, yosh kattalar bor. Jamiyatga kerak bo'lgan so'zlarini saqlab turgan insonlar bor. Lekin ularga afsuski yo'l berilmayapti. Ana shu sizni savolingizga to'siq deganda qonuniy yoki qandaydir jismoniy to'siq yo'q. Yo'q. Ularni tinglovchi yoshlarni o'zi buni xohlamay qo'ydi va muhitni o'zi shunga o'zgartirib yubordi. O'z umuman olganda bugun jamiyat, endi kuzatuvchi insonsiz, ko'pchilik so'zdan nima uchun foydalanishyapti? So'zdan nima uchun foydalanishyapti? Manfaat uchun. Manfaat uchun. So'z aslida insonga nima uchun berilgan? Muloqot uchun. Muloqot uchun. Ichki dunyodagi va o'zini shaxsiy ichidagi so'zlarni yetkazib, ifodalab tushuntirish uchun. So'z asosan muloqot uchun insonga, odamzodga berilgan. Lekin buni chuqurlashtirib o'ylaydigan bo'lsak, fan so'zlari bor, yutuq so'zlari bor, meditsina so'zlari bor, falsafa so'zlari bor, har xil. Lekin oddiy so'zlar mana shu yuqorida aytgan javobimga binoan. Avvalo o'zini tanishtirish uchun, o'zini uchun, tushuntirish uchun, ehtiyojini tushuntirish uchun. Shu o'rinda bir gapingizni eslatib o'taman-da, bir intervyuda aytib o'tgansiz, hayotga kelishning o'zi yashash uchun kurashdan iborat degansizda. Lekin bu kurashni hamma o'zi bilganicha, o'zi tushunganicha kurashadi-da, tushunadi. Bu ham qaysidir ma'noda ularning haqiqati. U kurashuv to'g'ri bo'lsin, noto'g'ri bo'lsin. To'g'rimi? Boya aytganimizdek. Bugun odamlar qanaqa kurashyapti? Yashab qolish uchun kurashyapti. Yashab, shunchaki yashab qolish uchunmi? Yashash uchunmi shunchaki? Bu keng ma'noda tushuniladigan so'z. Xo'p, masalan, oddiy aytganda to'g'ri ovqatlanish deymiz. Xo'p. Buni negizida sog'lom ovqatlar yotadi, ya'ni sog'lom yeguliklar. Sog'lom yeguliklar esa qimmat turadi. Qimmat turmaydi aslida. Hech ham qimmat turmaydi. Hozirgi biz yashab turgan jamiyatda mahsulotlar oddiy odamlarni oyligiga nisbatan taqab aytganda juda ham meditsina talab qilgani kabi ovqatlanish uchun qimmat turadi. Ha, demak insonni mablag'i yetmayapti. Mablag'i yetish uchun u harakat qiladi. Demak, hayotda to'g'ri yashash uchun, to'g'ri ovqatlanish uchun u kurashmog'i kerak. Demak, yaxshi ovqatni yeyishni xohlaysanmi, sog'lom turmush tarziga amal qilishni xohlaysanmi, har jabhadan kurashishing kerak. Hayotni o'zi shuning uchun kurashdan iborat. Hali ham biz insonlarga juda ham ko'p imkoniyatlar berilgan. Xo'p. Nisbatan hayvonlarga aytilganda, ya'ni hayvonlar olamiga taqab aytganda. Aytaylik, bir dona laylak, qushni misol keltirib aytishim mumkin, o'zini bolalarini 3 tasidan yoki 4 tasidan eng kuchlisini saqlab qoladi va buning uchun qolganlarini tepadan tashlab yuboradi. O'z onasi itarib tashlab yuboradi. Nima sabab? O'zidan mana shu qoladigan avlodni bu hayot kurashlariga oldindan tayyor bo'lish uchun va o'zini davomchisini, shajarasini davomchisini eng kuchlisi davom qilayotganini ishonch hosil qilish uchun, yashab qolish uchun. Bu irsiyatida, genida bo'lgan, muhrlangan kodirovkalar. Faqat keyin bittasi uchun g'amxo'rlik qiladi. Sifatli qilib, kuchli qilib uni voyaga yetkazadi. Lekin inson laylak emas-da. Insonga shuning uchun butun har jabhadan imkoniyatlar berilgan deb aytdim yuqorida. Tushundim. Hali ham deb. Va jamiyat shakllanib boraveradi.
Shuning uchun ham rivojlangan mamlakatlar, rivojlanmagan mamlakatlar deb turkumlarga bo'linadi, qit'alarga bo'linadi. Bugungi kunda shifokorlarning eng katta xatosi nima deb o'ylaysiz? Bugun O'zlari tushunadi. siz ayting. O'zlari juda ham yaxshi biladi. Sizni fikringiz qiziq. Eng katta xatolarini tushunib Yetmasligida. xato qilishi mumkinligini anglamasligida. Yo'q, ular balki anglar, balki tan olmas. Tan oldirish mumkin vaqti kelganda. Avvalo shifokor xato qilmasligi uchun birinchi navbatda o'z ustida ishlash kerak. O'z ustida ishlash bu bilim olishda davom qilish kerak. Majburiy attestatsiya, bu degan narsalar boshqa. O'zi mas'uliyatni tushunib, biror bir mavzuni qayta o'qib, xato qadam qo'ymaslik uchun oldindan harakat qilib, mana shu zimmasida yuklatilgan yukni his qilishi eng avvalo mana shu xato qilmaslikka oldini olish chorasi. Siz ham xato qilgansiz. Lekin savolingizga davomiy javob bermoqda faqat shifokorlarni ayblab ham qo'ysak bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bir tomondan qaraganda ular ham inson. Bir tomondan qarasak shifokor. Demak, tangani nechta tarafi bor? 2 tomoni bor. Yo'q, tangani 3 tomoni bor. Yoniyammi? Aylanish Doira tomoni. Agar siz uni kattalashtirib qaraydigan bo'lsangiz, juda ham katta masofa. Demak, ko'zga ilg'amas, lekin taraflar bor ekan. Shifokorlarning ham o'zini oilasini yonidagi mas'uliyatlari bor. Va bu ham oddiy odamlar kabi mablag'ga, moddiy ehtiyojga ham borib taqaladigan qismi bor. Siz ham xato qilgansiz. Buni endi siz isbotlab berishingiz kerak. Men isbotlamayman. Siz o'zingiz vijdonan ayting. Shuning uchun xato qilgansiz deb ishonch bilan menga aytishga haqqim yo'q. Yo'q. Xato qilmaganmisiz? Agar xatolar kerak-ku. Siz ham insonsizda eng avvalo. Vrach sifatida, shifokor sifatida xato qilishga haqqim yo'q. Haqqingiz yo'q. Haqqim yo'q. Oddiy, misol uchun jamiyat bilan ishlamaydigan, blog ochmaydigan, millionlab aholiga so'zlab gapirmaydigan, tavsiya qilmaydigan, lekin o'zini ishini yaxshi qiladigan vrachga nisbatan aytganda, meni mas'uliyatim kuchliroq. Chunki meni xato qilishimni kutadiganlar ham bor. To'g'ri, kutadigan. To'xtatib, videoni to'xtatib, To'g'ri. har bir so'zimni To'g'ri. isbotini axtaradiganlar ham bor. Yashash uchun kurashadigan mana shu joyi hayotda. Ularning boriga shukr. Tanqidsiz taraqqiyot bo'lmaydi. Albatta tanqid bo'lish kerak, lekin tanqid shaxsiyatga o'tib ketmagan holatda bo'lish kerak. Siz ham tanqid qilasiz. Albatta, lekin shaxsiyatiga tegmagan holatda. Shaxsiyatiga tegmagan holatda tanqid qilganman-u, lekin javobni shaxsiyatimga nisbatan hamisha olganman. Va unga boshqa javob qaytarmaganman. Kerak emas. Kerak emas. Eng yaxshi javob qaytarmasligi. Asosiy men aytadigan so'zimni birinchi urinishda aytib bo'laman. Bo'ldi. O'zi javob bermaslik ham bitta javob deb o'ylaysizmi? Albatta, eng yaxshi javob. Siz qanday haqiqatdan qo'rqasiz? Nimadan? Qanday haqiqatdan qo'rqasiz? Qo'rquv bor sizda ham. Bilasizmi, qo'rquvni har bir insonga nisbatan aytganda har xil turlari bor. O'zi meditsina nuqtai nazaridan aytganda qo'rquv bu instinkt. Bu narsa bo'lmasa inson yashab qola olmas edi. To'g'ri. Mana shu kungacha siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi yoki men xohlaymanmi, xohlamaymanmi, o'zimni hayotimga nisbatan bo'lgan vaziyatlarda oldindan qo'rquvni his qilgan holatda chora ko'rishim mumkin. Ya'ni bu o'zimga bog'liq bo'lmagan holatda. Misol uchun nima uchun siz mashina yo'q bo'lsa ham qizil chiroqda kesib o'tmay turasiz? Chunki nima uchun? Mumkin emas. Agar kesib o'tsangiz nima bo'ladi? Halokat bo'ladi. Ko'proq jabrini kim ko'radi? Siz ko'rasiz. Albatta. Demak, bu
qaysidir ma'noda qo'rquv. Qo'rquv. Himoya qilish o'zini. Qo'rquv demak himoya uchun kerak avvalo inson o'zini. Chorasizlik nima siz uchun? Chorasizlikka tushgan paytlaringiz bo'lganmi? Meditsinada chorasizlik hali insoniyatni ochilmagan qirralari va yetib bormagan bilimlari tanqisligi natijasida yuz beradigan vaziyat. Xo'p, Misol kerakmi? kerak agar iloji bo'lsa. Jarroh qandaydir operatsiyani qilmoqda. Xo'p, Yo'l-yo'lakay hali meditsinada ochilmagan vaziyatga duch keldi. U bu vaziyatda qisman chorasiz bo'lib qoladi. Bu shaxsni, xirurgni, jarrohni shaxsiy aybdorligi emas. Butun insoniyatni hali ochmagan ilmiy nuqtai nazari yetmaganidan. Javob. inson sifatida chorasizlikka tushmagansiz, a? Chorasizlik bilasizmi, har bir insonda, shaxsda bolaligidan to hozirgi yashab turgan vaziyatigacha analiz qiladigan bo'lsak, tahlil qiladigan bo'lsak, Xo'p, o'zi bilgan yoki bilmagan holatda bo'ladi. Bu insonni odamni o'ziga bog'liq emas. Emas. Hozir ham biz chorasizmiz. Misol uchun nima uchun siz aytaylik shu javobimga misol keltiraman. xo'p, ayting. Nega sizni hamma mamlakatdan bir donadan villangiz yo'q? Ya'ni katta hashamatli uyingiz yo'q. Hozir olib keling shuni. Mana shu savolga va talabimga nisbatan siz chorasizsiz. Nima qilsangiz ham hamma mamlakatdan bir donadan uy xarid qila olmaysiz. Hozirgi ayni paytda chorasizsiz. Chorasizman. Lekin o'sha ba'zida endi siz moddiy tomonga burdingizda bu masalani. Chorasizlik ham chora bo'lishi mumkinmi? Moddiy emas, boshqa tarafdan ham misol keltirish mumkin. Chorasizlik ba'zida chora bo'lishi mumkinmi? U ham bitta yo'l bo'lishi mumkinmi chorasizlikka? Kitob bo'lishi mumkin. Masalan, Taqdirida keyingi mana shunday vaziyat bo'lishini oldini olishni eng yaxshi yo'li bo'ladi. Albatta chorasizlikka duch kelgan inson agar bu chorasizlik yengib bo'ladigan bo'lsa, u qachondir uni yengib o'tadi. Va keyingi davrlarda bu chorasizlik kelmasligi uchun oldini olib ish ko'radi. bu hayot yo'llarida mana shu bugungi kunga qadar sizni xaritangiz nima bo'lgan? Xarita Xarita. O'zi har bir insonning xaritasi bor-da. Anglasa bor. el qatori bo'lgan xaritamiz ham. Masalan, el qatori deb nima nazarda tutyapsiz? O'zi har bir insonni bu hayotda xaritasi nima bo'lishi kerak? Nimaga qarab yurishimiz kerak? Eng avvalo maqsadlarimizga, orzularimizga nisbatan o'zimiz xaritamizni chizamiz. O'zimiz yozamiz. Bosib o'tgan yo'llaringiz sizni xaritangizni chizib boradi. Shu kungacha bo'lgan sizni izlaringiz hayotingizni xaritasi bo'ladi. Bu izlaringiz chiroyli bo'lishi uchun orzularingiz go'zal bo'lishi kerak. Orzularingiz bo'lsa, maqsadingiz bo'ladi. Orzu maqsadga aylanish kerak-a? Maqsad harakatni natijasida orzuga erishtiradi. Bilasiz, bu olamni yaralishiga odam sababchi bo'ladi. Odamni odam bo'lib yaratilishiga yaratgan odamlarni sababchi qiladi. Odamni hayvonday bo'lib yashashigachi olam sababchimi, odam sababchimi? Tarbiya, muhit, jamiyat sababchi. Bog'liq bir-biriga. Bularni ayirish kerak emas-a? Ajralmas. Siz aytdingiz so'zingizni boshida odamni qandaydir inson bo'lib yetishi uchun onasi asosiy vazifani egallaydi dedingiz. Lekin undan kam bo'lmagan holatda boshqa sabablar ham bor.
har bir insonni tarbiyasi shakllanishi uchun o'ringa ega bo'lgan juda ko'p bog'cha, maktab, Xo'p. oliy ta'lim, mahalla, oiladagi aka-ukalar, qarindoshlar. Muhit. Mana shular hammasi muhit va jamiyat deyiladi. Faqat ota-onani yoki onani o'zini biz yutuqqa erishganda yoki bolasi yutuqqa erishmay yo'lidan qoqilganda ayblayvermasligimiz kerak. Har bir insonni shakllanishida, hattoki meni shakllanishimda sizni ham qandaydir rolingiz bor. Sizni ko'rsatuvlaringizni, sizni so'zlaringizni qisman aytganda kichkina bo'lsa ham meni shakllanishimga ta'sir ko'rsatdi. Agar siz yomon iboralar bilan, yomon so'zlar bilan, lekin o'zingizga qaratib biladigan inson bo'lganingizda, balki sizdan mana shunday taraflaringizni ham o'zimga tarbiya sifatida yuqtirib olgan bo'lishim mumkin edi. O'zim xohlagan, xohlamagan Holatda. holatda. Yaxshi ham yomon ham yo'qadi. Istasak istamasak. Inson Ko'proq. bo'lganimiz uchun Odam bo'lganimiz uchun. inson odam bo'ladimi, odam inson bo'ladimi? Odam inson bo'ladi. Inson bo'lib ketadi. Ketayotgan vaqtida Hamma ham inson bo'lib ketavermaydi. hammani qo'lidan kelmaydi. Inson bo'lish. Odam bu anatomik jihatdan ifodalovchi so'z aslida. Biologiyada biz Odam. 8-6 sinflarimizda odam, bu hayvon, hasharot deb aytganmiz. Da. Endi sichqonlarni turi ham bor va ularni ichida oddiy sichqon deb aytib bo'lmaydigan zukkolikka, aqlga ega bo'lgan nisbatan bilimlilari bor. Va bularga o'zgacha nom qo'yamiz, o'zgacha ism qo'yamiz. To'g'rimi? Odam ham demak agar u o'zi xohlasa ham, xohlamasa ham, yaxshi, yovuz bo'lsa ham odam turkumiga mansub. To'g'ri. Biz uni odam deb aytamiz. Odam. Lekin u ketganida yaxshi inson edi deyish bu boshqa. Yoki ketmasdan turib ham yaxshi inson bu deyish uchun arzigulik ish qilishingiz kerak. Mana shu odamni odamiyligini qaroqchisi nima o'zi? Nafsi. Nafsi? Nafsning tarbiyasini qachondan boshlash kerak? Nafsning tarbiyasi nima? Yana ko'p narsaga bog'liqmi? Yo insonni o'ziga bog'liqmi? Chunki biz nafsni boshqarmasak, bilasiz, nafs bizni boshqaradi-da. Bu o'zimizga bog'liq bo'lyaptimi endi? Qisman bog'liq. Nafsni qismana yana. Ko'proq qisman sizga bog'liq har birimizga. Lekin nafs haqida tushunchani beradigan avvalo ota-onasi. Tarbiya. Tarbiya. Shunga borib taqalmoqda baribir. Aqlingiz ojizlik qilganda kimga yoki nimaga suyanasiz? Bu vaziyatiga bog'liq. Aql ko'proq ojizlik qilishiga bilimni kamligi sabab bo'ladi. O'zi aql bilimdan farq bor-ku. Bilimlar jamlanmasi aqlni shakllantiradi. Agar sizda qaysidir yo'nalishdan, qaysidir fandan yoki qaysidir jabhadan bilimingiz bo'lmasa, idrokingiz uni aqlga aylantira olmaydi. Limon desam uni ta'mini sezasiz. His qilamiz. Kokosi yonida pokoya degan meva bor. Uni ta'mini his qila olasizmi? Yo'q. His qila olmaysiz. Chunki tushuncha yo'q. Bilim tanqisligida aqli yetishmasligi ham shundan kelib chiqadi. O'zi aql insonga nima uchun berilgan ekan? Ilmli bo'lish uchunmi? Bilim ilmni olib keladi. Xo'p. Bilimi bo'lmagan inson ilmli bo'la olmaydi. Go'zal. Asosiy farqi shunda. O'zini bilimlari natijasida har xil vaziyatlarni tahlil qila bilishi bu aql. Aql. Qalbchi qalb nima uchun berilgan? O qalbni o'rni har xil
vaziyatda turlicha. Siz aqlingizga tayanib ko'proq ish qilasiz? Albatta, lekin aqlimni poydevori qalb. Qalb. Yuragim deydi, kimdir birov aytadi. Qalbim deydi. Yuragim. Ko'pincha tinglovchilar savol beradi. Nimadan bunchalik energiyaga boysiz? Nimadan olasiz deydi. Nimadan olasiz? Sodda javob beraman, muhabbatdan deyman. Muhabbatning natijasida mehr kelib chiqadi. Agar kimgadir yoki nimagadir muhabbatingiz bo'lmasa, siz unga mehr bermaysiz. Bera olmaysiz. O'zingiz xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Tushundim. Sizga beradigan savollarim juda ham ko'p. Aql va xohlamaydi. Yo'q, aql va idrok haqida gapirdingizda. Bugun biz insonlar ko'pincha nimani idrok qila olmayapmiz? Idrok qilishni istamayapmiz. Hammamiz aslida. Hammani nomidan bu borada gapira olmayman va gapirishga haqqim yo'q. Haqqingiz yo'q. Munosabatingiz mayli. Munosabat bildirish mumkin-ku. Bu ehtiyojdan kelib chiqadi. Har bir insonning ehtiyojidan. Har bir vaziyatni, har bir insonni o'ziga bo'lgan talabi, oilasiga bo'lgan talabi natijasida kelib chiqadi. Bilasiz, tiriklik va o'lim o'rtasida bitta nuqta bor-da, nafas. Buni meditsina yana ham kengroq qilib tushunadi. Sizni tushunchangiz nafas. Nafas, xo'p. Lekin meditsina yoki vrach shaxsi birgina bu so'z bilan tushuntirmaydi. Cheklanib qolmaydi. Nafasning egasi bor. Sostoyaniya agoniya deb aytiladi, predagoniya bo'ladi. Siz o'ldi degan odamni ham hali uni o'limini turlari bor. Klinik o'lim, biologik o'lim, ana shundaylari bor. Nafas to'xtadi degani bu degani o'ldi degani emas-a? Ha, nima? Bu klinik o'lim vaziyatida sizga bilinmagan holatda, ammo yashashga ozgina yetarli bo'lgan nafasni olib turgan bo'lish ham mumkin. Lekin sizni uni eshitishingiz, nafasni sezishingiz bo'lgan sezgi a'zolaringiz uni bilishiga, sezishiga yetarlicha kuch yetmasligi mumkin. Inson organizmini shifokorlar yaxshi biladi, qarang zo'r tushuntirdingiz. Lekin savolingizni oddiy inson sifatida to'g'ri tushundim. Har bitta insonning nomusi bor-da. Nomus qachon nomussiz bo'lishi mumkin? Vijdonini oldida yo'qotishi kerak bo'lmagan, o'zini qimmatli tomonlarini keraksiz vaziyat uchun, keraksiz shaxs uchun sarf qilsa. Bugun siz o'zingizni kerakli inson ekanligingizni his qilasiz, Albatta, va bu baxtmi? Nomusga qaratilgan savolni bermasligingizga ham talab qo'ya olaman. Bemalol. Lekin keraksiz. Bugun haqiqatan ham ko'pchilikka keraksiz. Albatta. Nomus haqida savolni berishni yaxshi ko'rasiz. Men sizni ham ko'rsatuvlaringizni juda ham ko'p eshitaman, ko'rganman. Aynan kimni ko'rgansiz? Boshdan oxirigacha biron bir ko'rsatuvni ko'rganmisiz? 80% dan yuqorisini ko'rganman. Vaqtim yetmasligidan kelib yetmasligidan. Vaqtim bo'lishi bilan yana ko'rishda davom qilaman. Juda ham yaxshi, ajoyib. Biz shikoyatchimizmi insonlar? Majbur bo'lmasa shikoyat qilmaydi. Odamlar juda ham chidamli. Sabrli, chidamli. Va shukr bilan yashaydi. Shukr qilishi kuchli. Sog'liq chidashingizga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni u og'riq bilan yoki noxushlik bilan o'zini savolini beradi. Undaydi, shikoyat qil deydi. Shuni natijasida shikoyat qiladi. Asosan og'riq. Nafrat insonga kerakmi? Yo'q, men o'zimni hayotim yoki o'zimni shaxsiy
nuqtai nazardan o'zimga nisbatan aytganda nafrat kerak emas. Lekin bor-ku Kimda? odamlarda. Nafrat Ko'pchilikda. avvalo o'ziga zarar qiladi. Tibbiyotda ham sog'liqqa eng katta zarba beruvchi omil nafrat. Nafrat o'zingizga yemirib boradi. Har bir kishiga yoki shaxsga, ko'pincha odamzod odamga nisbatan nafratda bo'ladi. Xo'p. Va bu nafratni o'zida olib yurishi xuddi kerak bo'lsa ham bo'lmagan vaziyatda ham yelkangizda tosh ortilgan qopni ko'tarib yurgan kabi. Og'ir yuk. Og'ir yuk. Ortiqcha yuk. U ehtiyojdan kelib chiqadi. Qancha olib yurishi? Ehtiyojga kam ko'p. Unga shu yoqadigan bo'lsa, u shundan huzur topadigan bo'lsa, Unga olib yuraveradi. og'irlik qilmaydi, ortiqcha yuk hisoblamaydi. Yo'q. Bugun nima kerak emas? Sizgami, mengami? Umuman nima kerak emas bugun? Ortiqcha erkinlik. Yaxshi. Erkinlik baxtmi? Eng katta baxtni yonida turadigan oshnasi, do'sti. Ya'ni Sog'liqni yonida turadigan oshnasi bu erkinlik. erkinlik. Hamma narsangiz bo'lsa-yu, lekin oltin qafasda yashasangiz, erkinligingiz haqiqatdan cheklangan bo'lsa, sizni salomatligingiz ham, atrofingizdagi oltin qafas ham ko'zingizga ko'rinmaydi. Chunki erkinligingiz chegaralangan. Demak, erkin, har birimiz erkinmiz. Erkin jamiyatda yashamoqdamiz. Aslida erkinmiz. Nisbatan aytganda biz juda ham erkin sharoitda hozir yashamoqdamiz. Ko'pchilik o'zini manfaatini ko'zlagan holatda yashashni yaxshi ko'radi. Odamlarga xos xislat va haqiqatni ham mana shunga nisbatan talab qiladi. Agar inson odil bo'ladigan bo'lsa, u hamisha oq vaziyatda ham, qora vaziyatda ham haqiqatni aytadi va talab qiladi. Lekin hozirgi jamiyatda juda ko'pchilik o'ziga foyda bo'lsa, haqiqat, manfaat bo'lsa deb chiqadi. Yoki o'ziga zarar bo'ladigan bo'lsa, indamay ishini bajaraveradi. Har bir insonning manfaati nafsi birinchi o'ringa chiqib qolgan. Asosiy sababi nima? Yana o'sha ehtiyojga aralashib ketgan noshukrlik. Ehtiyojga aralashib ketgan noshukrlik. Demak, shukr qilmayapmiz-da. Aytaylik, bir shaxs har yili eng chiqqan tezyurar mashinani xarid qiladi. Lekin shaharda ham hamma joyda tezlik chegaralangan. Nima uchun u buncha tez yuradigan, buncha qimmat mashinani xarid qilgisi keladi? Atrofdagilardan o'zini ko'proq shu tomondan ustun ekanligini ko'rsatish uchun. O'zini ustun ekanligini ko'rsat, bu kuchsizlik emasmi? Bu ojizlik emasmi? O'ziga ishongan odam bu tomonlama o'zini ko'rsatgisi kelmaydi-ku. Ana shunday tahlil qiladigan bo'lsangiz, siz aytgan so'zlar to'g'ri. Lekin u erishgan yutuqlarga erishish uchun ham qaysidir ma'noda kuch kerak. Mehnat kerak, harakat kerak. Nima uchun hamma milliardlab pulni unga o'xshab topmayapti? Balki u mana shu qilayotgan harakatini yoqilg'isi shu boyaga aytgan sababimizdir. Ya'ni boshqalarga o'zini ko'rsatish uchun shu ishlarni qilayotganligi uni yoqilg'isi. Agar siz aytgani kabi uni shukri, qanoati bo'lganida,
bo'laveradi manga deb shuni harakat qilmasdi. Qaysidir ma'noda uni ham tushunishimiz mumkin. Faqat bu qilayotgan ishlarini natijasida kimdir ozor chekmayaptimi? Mana shu asosiy. Bu yo'lda ozor chekmasa, demak u to'g'ri yo'lda. Kimdir undan xafa bo'lmasa, ozor chekmasa, u bila turib kimgadir zarar yetkazmasa, u o'zini yo'lida to'g'ri. Haqiqatan ham yomoni yo'q-ku. Zo'r mashina haydashdi, boy bo'lishdi. Ha, lekin birinchi o'sha savolni javobi ham misol sifatida shu edi. Ya'ni jilolab bo'lmas nafs. Nafs. Lekin malomatchi nafsimiz bor, aqlimizni nafsi bor, qalbimizni nafsi bor. Har bitta organizm nafs. Albatta. Har bir inson bir-biriga imtihonda, bu hayotda uchrayotgan har bir odamlar bir-biriga imtihon. Bugun biz uchrashdik hayot va xayol yo'llarida O'zbekiston telekanalida. Nima uchun ko'rishdik? Sababi nima deb o'ylaysiz? Siz tomonidan aytganda bu taqdir. Taqdir. Insoniylik tushunchasi bilan aytganda bu taqdir. Men tomonidan Aytganda qaltis bo'lib ham aytganda xohish. Rahmat, istak uchun, xohish uchun. Har birimizni sababimiz bor-da. Mana bugungi suhbatimiz ham sabablar asosida qurildi, sabablar asosida vujudga keldi, sabablar asosida suhbatimiz tugab boryapti. Sizga shifokorlik vazifasi berilganda sababini ayta olasizmi? Nima uchun? Buni oddiy qilib aytganda ota-onam, yaqinlarim, xola-ammalarim, tog'alarim hammasi vrach. Shifokor. Oilaviy instinkt, O'zimni singillarim ham. oilaviy. Qanday yaxshi. Hamma qarindoshlarimiz 99% shifokorlar. Men endi tushundim. Bu kuch, bu ilm, bu bilim, jasorat qayerdan ekanligini. Muhit insonni tarbiyalaydi, muhit insonga kuch beradi, ilm beradi, bilim beradi. Uning ta'siri ko'proq. Albatta. Sizga rahmat. Sizni bilmadim-u, qalbingizdan nimalar kechyapti, lekin meni qalbim yorishdi. Rahmat, sizni anchadan beri kutdik. Sizni tinimsiz kuzatamiz, aytganlaringizga amal qilamiz, lekin bizda tezkor savollar bor, an'anaviy savollar bor. Xo'p, shoshmayapsizmi? Shundan oldin men sizga Ayting. kichik bir sovg'a bermoqchiman. Ayting. Yonimda. Ana bo'lmasa. Siz ko'pincha falsafa yo'nalishidan so'zlashadigan, yashaydigan yoki gapiradigan, izlanadigan inson sifatida jamiyatga tanilgansiz. Meditsinani ham fan deb tushunadigan bo'lsak, uni o'ziga yarasha juda chuqur falsafasi bor. Xo'p. Va buni asoschilaridan biri bo'lmish juda ham taniqli zot bor. Ibn Sino. Albatta. Uni har bir aytgan falsafiy, tibbiy iboralarini eng yaxshilari mana shu yerda jamlangan. Voy, qanday yaxshi. Men sizga beraman, o'qib mana shuni yanada o'zingizga meditsinani falsafasi sifatida bilim qilib olishingizga qo'l keladi. Rahmat sizga. Bobomiz Ibn Sino bilan bog'liq savolim bor edi. Qolib ketdi, mana siz eslatdingiz. Rahmat. Javob bo'ladi. Bu aslida kichkina kitob, lekin bunda katta ilm bor. Katta ilm olsa bo'ladi bunda. U ichida yozilgan, uni ichida yozilgan bir dona so'zi hozirgi insonlari so'zlashadigan o'nlab so'zlari ifodalay olmaydigan so'zlarga teng. Rahmat. Ya'ni Ibn Sino tibbiyotni falsafasini qisqa qilib shunday aytganki, uni oylab, yillab, o'ylab mohiyatini chuqur anglab yetasiz. Ana shunday iboralar yozilgan. Albatta chiqishlaringizni deyarli har birida bobo kalonimiz tibbiyot bilimining asoschisi Ibn Sinoning misollarini keltirib gapirasiz. Bu narsadan xabarimiz bor. Sizga rahmat yana bir bora. Sovg'a uchun bu tengsiz, beqiyos sovg'a. Rahmat. Boringizga shukr. 5000 kilometr qadam bosib keldi, yetib keldi. Rahmat. Bizda tezkor savollar bor. Imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. Odam kim?
aqlli jonzot. Bugun nimani davolash kerak? Yo kimni davolash kerak? Jamiyatni. Mag'lubiyat. Inson vaqtinchalik erisha olmagan o'zini marrasi. G'oliblik. Shaxsni o'zini istagidan kelib chiqqan holatda erishgan yutug'i. Nimaga yetolmayapsiz? Hamma narsaga hozircha yetib kelmoqdaman. Go'zal. Lekin meditsina, ilm, fan ko'zi bilan, tushunchasi bilan aytganda hali bizni juda ham yetib bormagan marralarimiz bor. Shu marralarni iloji boricha ko'proq bosib o'tishga harakat qilmoqdaman. Tushunarli. Buni oxiri yo'q. Ilm oxiri yo'q. Bitta so'z ayting. Savolmi? Ha, bitta so'z ayting. Xayolingizga kelgan. Bilimni oxiri yo'q. Go'zal. Bilimning natijasida ilm kelib chiqadi. O'zingizga bugun qanday yaxshilik qildingiz? Aynan bugun. O'zim beradigan tavsiyalarimga tinglovchilarim qatori amal qilish bilan. Amal qilish har doim qo'lingizdan keladimi? Ha. Go'zal. Rahmat. An'anaviy savolimiz bor, ko'rsatuvimizni bu hayotning ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Ikkita rangni olishim kerakmi? Tanlash kerak bo'lsa, o'zi tanlash Oq kerakmi? va qora. Oq va qora. Shifokordan bunaqa javob eshitish hayrat. Nima uchun? Izohlaymiz. Bunga yana onamni so'zlari bilan aytaman va onamga ham bobom aytgan, bobom ham menga aytgan. Ya'ni sen har doim oq hayotda yashayotganing bilan qora tomonini o'yla. Kutilmagan tomonini, bekinib yotgan tomonini o'yla. Chunki qora bu hamisha ko'rinmas joyda yotadi. Agar sen qora tomonini har bir ishingda, har bir qilayotgan harakatingda o'ylab qilsang, uni kutilmasdan kelib qolishini oldindan sezib, kutib olishga tayyor turasan. Chorasini ko'rasan. Chorasini ko'rasan va bizni hayotimiz hamisha oq ranglarga to'la bo'lgani bilan qora rangni bilmasak, o'zimiz bilmagan holatda qora tomonga o'tib qolishimiz mumkin. Ana shu oq va qora tomoni asosiy. Bu ranglar bilan inson yashashi mumkin. Va oramizda yashab yurganlar bor. Bor. Go'zal izoh. Rahmat. Sizga rahmat javobingiz uchun. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz, bilasiz, bu hayotning suratini, manzarasini nimadadir qiyoslash kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada chizgan bo'lardingiz? Ona va bola suratida. Ona va bola. Nima uchun? Hayotni asosiy ilk qadamlari ona qornidan boshlanadi. Va insoniyatni davomchisi bolalikdan boshlanadi. Ikkalasidan bittasi bo'lmasa ham hayot bo'lmaydi. Meni mana shu suratim ona va bola surati. Albatta yaxshi hayotni, chiroyli hayotni ta'riflash uchun. Demak, hayotimiz ona va boladan boshlanadi. Hayot. Hayot yo'llari. Ajoyib, juda ham chiroyli izoh. Ona va bola haqidagi hayot manzarasi bo'lgan, lekin bu kabi izoh bo'lmagan. To'g'risini aytaman. Demak, hozir imkon qadar izohlagan hayot manzarangizni chizib berishga harakat qilasiz. Marhamat.
fursatdan foydalanib sizni tinglovchilarimizga va meni tinglovchilarimga, butun taniqlilar tinglovchilariga qat'iy bir diqqatli ogohlantirish aytib o'taman. Hozir innovatsion zamondamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda meni nomimdan yoki boshqa taniqlilar nomidan qandaydir dorilar reklama qilinsa, sotib olib o'z boshimcha qabul qilmang. Ayniqsa meni nomimdan. Hozirda aferistlar montaj qilib sun'iy intellekt yordamida go'yoki meni qandaydir dori yaratganimni yoki dori sotayotganimni ifodalovchi videolarni tarqatmoqda. Albatta bular qonuniy idoralarga topshirilgan, lekin hozircha sizlar ularni aslo kirdikorlariga ishonmang. Hech qachon men dori reklama qilmaganman, qilmayman va qilinmagan. Shuning uchun umuman xarid qilmang. Qanday dorini, qanday ssenariy bo'yicha meni gapirtirgan videoni ko'rishingizdan qat'iy nazar. Shu kungacha mabodo aldanib qolgan bo'lsangiz, o'zingizni yashab turgan joydagi uchastka nozirlariga murojaat qiling. Ular albatta sizga moddiy zararingizni qoplab beradi. Qoyil, buni chorasi yo'qmi? Chorasi bor, faqat hozir kutilmaganda tezkorlik bilan innovatsion yo'llari mana shu bo'lmag'ur ishlarni qilishga sarflab turibdilar. Ischanov reklama qilmaydi, reklamaga muhtoj emas. Hayot va xayol yo'llarida. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Ba'zida so'zing bo'lganda ham jim tur deyishadi. Nima uchun? Tinglamoq uchun. Umr azizlar, bizda buguncha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.